Hammaga salom. Bugun oxirgi marta mentorim bilan ko'rishadigan kunim. Bizani restoranga chaqirdi. O'shanga kelyapman. 4-etajda. Xo'p, hozir sizlarga ko'rsataman. Bunaqa Selinlardan o'tgan safar esingizda bo'lsa Selindan parfyum olgan edik. Hozir endi 4-etajga anaqaga chiqamiz. Nima edi? Restoranga. Okay. Уже yilimiz tugadi и bugun oxirgi mitingimiz bo'ladi. Tipa nimaga mentorlik? Har bitta o'quvchini universitetda bunaqa o'rgatishadi. Tipa bundan oldingi bitirib ketganlarni olib kelishadi, chaqirishadi-da. Yaxshi joylarda ishlagan bo'lsanglar, hozirgi studentlarga yordam beringlar, qanaqa ish topdinglar, nimalar qildinglar, rezumenglar qanaqa, shunaqa narsalardan o'rgatib turishadi. Har oy bir marta uchrashuv bo'ladi. Yil oxirida ovqatlanishga taklif qiladi, u to'laydi. Ну, orada yana boshqa joylarga yana ovqatlanishga taklif qilib qolishi ham mumkin. Вот, juda ham men ham O'zbekistonda universitetlarda mana shunaqa qilishni rekomendatsiya qilgan bo'lardim, chunki zo'rda, например, bitirib ketganlar, yaxshi ish topib ketganlar, ishi zo'r bo'lganlar, keyingi bitirayotganlarga yordami tegsa. Вот, bizda shunaqa narsa bor. Hozir ular bilan ko'rishamiz, ovqatlanamiz, yillik updateimiz haqida gapiramiz, nimalarga erishdik, nimalar qildik, qanaqa yordam berishdi. Shu bilan xayrlashamiz. Вот, mana chiqib kelyapman 4-etajda. O'zi asosan bitta joyda ko'rishamiz. Bugun ham shunaqa. Как o'zi o'sha hotpot o'sha joyga kirmoqchi edim. O'sha yoqqa chaqirib qolishdi. Keyin xursand bo'lib ketdim. Mana shu yoqqa keldik. Hozir ularni topamiz. Bunaqa farqlari bunaqa desert hozir ko'rsataman sizlarga qanaqa bo'lar ekan. Bu desert ekan. Imamida robot o'zi yurar ekan. Hayt. Manta so'z. A straw? Mana bunaqa narsalar keldi. Bunaqa go'shtimizni olib kelishdi va mana bunaqa qaynatamiz narsalarni. Hammaga salom. Bugun biz ko'rib keldik. Hozir ko'rib She gives it up only Instagram. I'm YouTube. Bo'ldi shuna. Ertaga qadering yozadi mana. TikTokga nega borib. Salom, bugun biz hikingga keldik. Hozir mashtoni uchiga chiqamiz. Hammaga salom, biz hikingga keldik. I was saying I'm gonna come here with Bill and then we do swim the swim. Okay. Mana juda ham chiroyli. Hozir tog'ni uchiga chiqamiz yurib. Sizlarga hamma narsani ko'rsataman. Juda chiroyli joylar ekan. Hammaga kelish nasib qilsam, biz ketdik. Zara уже bunaqa boshlandi. Biz chiqib kelyapmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, oson emas. Hozirgi video ko'rsataman. Mana chiqib boramiz. Ana o'rtog'im ketyapti. We're going up, my friends. Mana yo'llar mashinaga chiroyli. Which is good. Mana bitta pastda bizani anaqa ko'lmi bilmadim. Вот, hozir men tepasiga chiqamiz-da. O'sha yerdan qaytamiz. Hi. Yurib chiqmoqmiz. Hali ham o anti tog'dan balandroq
yurib boraverar ekanmiz ishi bo'yicha. Yana ozgina yarim soatlik yurishimiz qoldi. Mana bu bizning yo'q. Mana daraxtlar. Orasi chiroyli. Chiqib boramiz. Уже tepasiga chiqib boramiz. Ko'rsangiz osmonlar ham ko'rinmayapti, daraxtlar ham tugayapti. Zinalardan chiqar ekanmiz shu yoqqa. Yetib keldik narod. Not killing me, but scaring me. Yetib keldik. Manam. Yo'q. Buncha yurib keldik. Amerikada hayka boshlashidan oldin bunaqa parkovkalardan chiqib olasiz, qo'yib olasiz mashinalarni, keyin chiqib ketasizlar. Shu bilan haykamiz tugadi. Página fica com dó, põe na boca, põe na chata e pega, pega no zip. Pega no zip. Qon oldirdim va menga anaqa boylab qo'yishdi, sok berishdi. Tekin bo'ldi chunki insurance silida qoplab beradi. Prosta tekshirishga check-up. And different aspects there. So Hammaga salom. Biz hozir bowlingga ketamiz. Bizani o'qish, mana ko'rayotganinglardek. Bowling o'ynab, studentlar bilan ko'rishib, keyin uyga qaytib, yana ishga qaytamiz. Keldik biz. The hour was 75. That's what we got. Sign up qilar ekansizlar otinglarni. Keyin Yes. Ovqat qolmabdi bizga, afsus. Anaqa